Jallod, bu nima edi? Dezodorantmi? Ha bu jallod, bu lak, bu sochga sepadigan lak bu. Lakni soch qotiradiganmi? Soch qotiradigan lak bari. Va, yangi chiqdi-yu, ha? Ha, bu yangi chiqqan shu trendga. Salonlarda, ana trendda videoda. Xuddi o'sha. Lekin effekt zo'r bo'lsa kerak, ha? Ha, effekti zo'r bu. Ekonomist bu, gramaga nisbatan narxi ham zo'r buni. Katta narsa ekan, ha? Grammi ham, oho, 600 gram, 5 gram ekan, ha? Ha, ana sochga sepib ko'rma. Ana orta kechib, sepib qo'yaylik-chi. Vashshe lekin, qani orta ukajonim, chapgan ochi. Vash. Qotib qoldi. Qotib qoldi-yu, vashshe. Bittada qotirar ekanda. Bittada qotiradi, joyida. Zo'r narsa ekan lekin olsa bo'ladi. Ana asosan ana salonlarga, sartaroshlarga ketar ekanda. Sartaroshlarga, salonchilarga ko'proq narsaga ketadi. Nechi pul qilib berasiz ekan narxini? Nechi pul qilib beramiz biz? Aytib qo'y, video olsangiz, narxini aytib 55 ming beramiz. 55 ming so'm. 55 ming so'm, dona olib, mana shunday qotiblar 55 ming, donaga 30 mingga bir qildi. 55 mingdan dastlabki chiqartirib dastlabki shahar bo'ylab dastlabchimiz ham bor. Negativchilarga bitta maslahatingiz. Negativchilar bitta kal do'stimiz anaqa so'rovdi. Soch o'stiradigan. Qatla anaqa. Nima edi oti? Minoxidil. Qani edi? Azir? Mana. Eldor. Jigar, mana. Sen so'ragan narsa, soch o'stiradigan narsa. Mahlayingga sirasan, soch soqol hammasini birday o'stiradi bu. Negativ Eldorga bu.